Assalomu alaykum ustozlar. Hozir ko'rsatgan testni qanday qilib tayyorlashni o'rgatmoqchiman. Birinchi, buning uchun bizga Gemini sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Mana Geminiga kirib oldik va bu yerda fayl yuklashimiz kerak. Hozir men 9-sinf informatika Cambridge darsligini yuklab olmoqchiman. Va bu yerda instrumentini mana bu Canvasga qo'yishimiz kerak. Canvas bu kodlarni yozib beradi. Yuklandi. Endi bu yerda ma'lumotlarni yozib chiqishingiz kerak. 9-sinf Cambridge darsligini ichidagi qanaqa ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizga qaysi sahifadan qaysi sahifagacha kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shani prompt sifatida yozib chiqasiz. Buni to'liq yozishingiz mumkin o'zingiz mustaqil tarzda. Sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, test nechta bo'lsin, mana shu narsalar haqida to'liq yozib chiqasiz. Men aytyapmanki, masalan, testga ism familiya kiritish mumkin bo'lsin. Natijalar ism familiyani ostida ko'rinadigan bo'lsin. Chunki hali screenshot qilib tashlaganda ana o'sha joy ko'rinib turadi. Va bu yerda bo'ldi. Endi yuboramiz. Biroz kutamiz. Kodning logikasini ishlab chiqadi, mantig'ini ishlab chiqadi. Promptni qanchalik yaxshi yozadigan bo'lsangiz, shunchalik yaxshiroq chiqaveradi natijangiz. Va bu yerda HTML kod sifatida chiqarib beryapti mana. Mana bu yoqda shartlarini ham yozib qo'yilgan. Testni boshlash uchun ism familiyangizni kiritib savollarga javob berishingiz mumkin. Va mana test tayyor. Ism familiyangizni kiritasiz, testni ishlayverasiz. Va oxirida mana testni yakunlash ham chiqadi. Tepaga mana 0 tadan 15 tadan bitta ham topolmayapmiz. Xo'p, endi buni yuborish kerak. Qanday qilib yuborish mumkin? Yuborishning ikki xil usuli bor. Birinchisi mana podolitsiyasini bosib turib, bu yerda silkani kopirovat qilib olasizda, shundoqqina o'tib turib, Telegramda o'quvchilarga yuborishingiz mumkin. Va men bu yerda reklamani ham qilib ketaman. Mana reklamamiz, mana shu kanalga a'zo bo'lib oling. Test _ ATT guruhimiz. Uzr, kopirovat qilib oldim boshqatdan. Boya o'zimning kanalimda. Hoppa, mana Gemini orqali endi testni bemalol yechishingiz mumkin. Buni telefonda ham yechish mumkin, kompyuterda istalgan brauzer orqali yechib ketaveradi. Mana kiritdi, natijalarni chiqarib ketadi. Hop, bu birinchi usuli edi. Endi ikkinchi usuli qanday? Ikkinchi usuli mana prosmotr yonida kod turibdi. Mana shu kodni hammasini kopirovat qilib olasiz. Kopirovat qilgandan keyin bloknot. Mana bu yerda tayyor ochib qo'yganman, saqlab. Bloknotga tashlaysiz kodni, saqlanit qilasiz. Va bu yerda saqlanit qilishda e'tibor bering. Saqlanitga qilib turib, faylni HTML sifatida saqlashingiz kerak. Ya'ni oxiriga .html deb yozishingiz kerak. Va saqlanitni bosasiz. Endi buni ko'rishingiz mumkin. Mana brauzerda Google Chrome'da ochishingiz mumkin. Ochilyapti. Endi buni yana yechib, istalgan o'quvchiga jo'natib yuborib, guruhda tarqatib qilishingiz mumkin. Guruhda tarqatishingiz ham mumkin. Hop, ijtimoiy tarmoqlarda bilasizlar nima qilish kerakligini, nima maqsadda ishlab chiqarishni. Rahmat hammaga.